qaynota qaynonaga xizmat qilish bu er xotin bir-birini ahllarini hurmat qilish sarasiga kiradi. Xususan bizning sharoitimizda o'g'ilni kim uylaydi? Ota-ona uylaydi. Ha? Ota-ona 18 ga kirgan, 20 ga kirgan o'g'lini darhol kelin bo'lsin, uyimga kelin kelsin deb yaxshi niyatlar bilan, orzu-havaslar bilan o'zi qurgan uyga o'g'lini uylaydi. O'g'illar odatda 20-25 yoshda hali qo'lida puli ham hech narsasi bo'lmaydi. Ota uylaydi uni. Endi qarangki, ota-ona uylar ekan, hamma yo'g'ini ado qilar ekanda, endi to'ydan keyin ota-ona pufasasi bo'lib qolar ekan. Bu adolatdanmi? Hech ham adolatdan emas. Mana Misrliklar 40 ga kirsa ham uylana olmay yuribdi. Ota-onasi uylanmagani uchun o'zi uylandi ekan. Shu o'zi pul topib, o'zi uy topib uylanguncha 40 ga, 45 ga, 50 ga kirib ketyapti. Ana o'shanaqa bo'lsa, unda endi qaynotaga xizmat qilmayman desa, sal yopishsa kerak. Lekin bizda ota-ona farzandlarini oila bag'rida o'stirib, ularni uylab joylamaguncha ko'ngli tinchimaydi. Shu muruvvatni qilgan ota-onaga xizmat qilish kerakmi, yo'qmi? O'sha o'g'ilni 25 ga kirgizib, tarbiyalab, pul topadigan qilib, yaroqli qilgan kim? Osmondan tushmagan-ku. Ota-ona. Ota-ona shu yigitning ota-onasi. O'sha uchun ham unga hurmat qiling. Ularga hurmat, izzat, ehtirom ko'rsatiladi.